Xo'sh, qizlar, qaranglar. Bunaqa oddiy paket olamiz. Hozir ko'ryapsizmi? Bunaqa oddiy paket. Men ikkita yoyib oldim. Shunda hozir stolimda ikkita turibdi. Bundoq qilamiz. Ozgina olamiz. Turbuchkalarimizni ozgina olamiz. Suvi oxirigacha to'ldirmadim. Mana shuncha joyi suv to'ldirilmagan. Turbuchkalarimiz qurigandan keyin ichiga cho'ktiramiz. Sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sal qoqvoramiz. Endi bu yoq tomonni o'giramiz. Yana xuddi shunaqa sanaymiz. Hamma joy suvga tegish kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bo'ldi. Olamiz. Qoqvoramiz. Va shu kilonkamiz mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ikkita chetidan ham 3 cm 3 cm uchlari chiqib turishi kerak. Bu tomoni ham, boshi ham, oxiri ham yaxshilab qurishi kerak. Shunda bizda faqat eng chetga qismi quriydi-da, o'rtasi nam bo'lib turishi kerak. Bundoq qilsam ham qo'limga mana yopishmayapti turbuchkalarimiz. Bu juda ham zo'r. Agar bundoq qilganinglarda yopishsa, unda sostavini noto'g'ri qilgansizlar. Agar shu darajada bundoq qo'linglarni qo'yib olganinglarda mana bu turbuchka qo'linglarga yopishib qolsa, unda ochuv qoldirib yana 100% quritinglarda, yana bir marta laklaganinglarda to'g'ri laklanglar. Sostavini to'g'rilab yoki menga murojaat qilsanglar, aloqaga chiqsanglar, men sizlarga tushuntirib beraman. Endi buni o'raymiz. Hozir men bitta qo'lda bo'lganim uchun ozgina qiynalish mumkin. Bundoq qilib o'rab qo'yamiz. Shunchaki o'raymiz. Bo'ldi. Ikkita chetidan shunaqa chiqib turishi kerak. Bir xil bo'lib. Mana. Buni sal ko'proq chiqib qoldi. Bir xil qilishga harakat qilaman kamerani qo'ygandan. Kelamiz 2-3 soatdan keyin kelib 2-3 soatdan keyin kelib bitta turbuchkani sal chiqarib tekshirib ko'ramiz. Birinchi bo'lib chetlari qotgandan keyin o'rtasini tekshirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Cheti обязательно 100% qotishi kerak. Shunaqa qilib o'rab qo'yasizlar. Mana. Xohlasanglar soatini yozib qo'yinglar, keyin safar esda qoldirish uchun. Menda qurishga tayyor. Mana shu holatda bo'ladi. Qizlar, men yo sizlarga video otganda adashdim yoki o'zim adashdim, qaranglar. Menda mana hozir men bu tarafdan ko'rsata qoling. Fokus yaxshi olsa bo'ldi. Mana qaranglar, bunaqa skrutka joyi va boshlanishi menda aralashib ketib qolibdi. Mana bu boshi, mana bu joy boshi, hozir pizzadan nimadadir ko'rsatay. Mana bu boshlanishi, mana bu oxiri joyi almashib qolgan. Uni to'g'rilab olishim kerak, chunki to'qiyotgan jarayonimda bu unchalik adashib ketmabdi. Mana bu adashib ketgan. Mana bunisi boshi, bu oxiri. Ko'rdinglar? Boshi bitta tarafda bo'lishi kerak. Mana bu orqa tomoni bu yoq tomonda bo'lishi kerak, oxirida. Menda adashib ketib qoldi. Qurigandan keyin yoki to'qiyotganida qarab to'qishim kerak iloji boricha. Ozgina hech narsa qilmaydi-yu, vaqtinglarni ozgina oladi shunaqa bo'lib qolsa.